O'zbek shou-biznes olamining taniqli vakili Yulduz Usmonova haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yulduz Usmonova ajrashgan ayollarni unitazga o'xshatgani yuzasidan tushuntirish berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir necha kun avval tarqalgan video ortidan xonanda Yulduz Usmonova keskin tanqidlarga uchragan edi. Unda u ajrashgan ayollar haqida aytgan o'xshashlari ko'pchilik tomonidan kamsitish sifatida qabul qilinib, salbiy munosabatlarga sabab bo'lgan. Videoning keng muhokamaga aylanishidan so'ng xonanda ushbu gaplarga shaxsan o'zi izoh berdi. Yulduz Usmonovaning ta'kidlashicha, uning so'zlari mutlaqo haqorat yoki kamsitish maqsadida aytilmagan. Kim o'rmonda yo'qolgan bo'lsa, u uning o'zining ishi. Yo'qolganini ushlab bo'lmaydi, lekin saqlab qolish mumkin. Bo'lgan oilalarni saqlab qolaylik degan niyatda gapirdim, deydi xonanda. U shuningdek, asosiy maqsad jamiyatda oila qadrini asrash ekanini alohida o'rgatib o'tdi. Yolg'izlik Allohga yarashadi. Shuning uchun oilalarni asraylik, insonlar baxtli bo'lishsin. Ilohim 2026-yilda ajrashishlar kamaysin deb fikr bilan yakunladi Yulduz Usmonova. Xonandaning bu izohini oldidan ayrimlar uni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, boshqalar bahsli mavzuda ehtiyotkorlik muhimligini ta'kidladi, deyiladi xabarda.